Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. 1986 yil 26 aprel kuni soat 1:23 o'tganda Sovet ittifoqi tarkibidagi Ukraina hududida joylashgan Chernobil atom elektr stansiyasida dahshatli portlash yuz berdi. Bu hodisa 4-reaktor markazini va u joylashgan binoning bir qismini vayron bo'lishiga olib keldi. Chernobil fojiasidan chiqarilgan xulosalar bizga juda muhim saboqlarni beradi. Birinchidan, atom elektr stansiyalarining loyihasi operatorning har qanday xatosiga yoki xavfsizlik qoidalarini ataylab buzishga imkon bermaydigan darajada pishiq bo'lishi kerak. Ikkinchidan, stansiyani boshqarish qoidalari o'ta sinchiklab tayyorlanishi va har bir qadamning xavfsizlikka ta'siri doimiy diqqat markazida bo'lishi shart. Ayniqsa, odatdan tashqari ishlar rejalashtirilganda bu yanada muhimroqdir. Uchinchidan, mutaxassislar ishlab chiqqan har qanday maxsus loyiha yoki sinovlar uchun stansiyaning rahbariyati to'liq mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi lozim. Bunday ishlarni barcha oqibatlarni chuqur anglaydigan xodimlar baholashi kerak. Texnik mutaxassislar ham bu jarayonlarda qatnashishlari muhim. Lekin ularning xohishlari xavfsizlik talablaridan ustun turmasligi shart. To'rtinchidan, xodimlarning belgilangan qoidalarga so'zsiz amal qilishiga to'la ishonch bo'lishi kerak. Buning uchun stansiyada shunday muhit yaratish, unda ishni bajarish va xavfsizlikni saqlash o'rtasida mukammal muvozanat topilishi shart.